Audio Jungle. Assalomu alaykum. Bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib borayotgan qadrli obunachilar, bugun biz Iqro kitoblar do'koni jamoasi yana bir Baxtiyor insoniy xonadoniga tashrif buyurdik. Bugungi Baxtiyor insonimiz Kattaqo'rg'on tumani Kadan qo'rg'onchasi Chimqishloqqa tashrif buyurdik. Tashrifimizning boisi Bahodirjon otamizni tug'ilgan kunlar, 60 yoshli yubileylari. Xonadon ichkarisida katta dasturxon yozilgan, qarindoshlar, do'stlar, birodarlar va otajonimiz uchun, onajonimiz uchun go'zal dekoratsiya tayyorlanmoqda. Bizni kuzatishda davom eting. Biz esa tadbir dasturimizni boshladik. Ostonamni xatlab kirolmaydi g'am. Ko'nglimni yengolmas alamlar turli. Siz bor, ko'zlarimni yo'qlamaydi nam. Dada, yoningizda bo'lmoq huzurli. Oqlarga almashib sochingiz rangi sizni charchatibdi yillarning jangi. Hikmatlar olaman yangidan yangi. Dada, yoningizda bo'lmoq huzurli. Borsizki yurmayman hech nedan cho'chib, yashayman omadni erkalab quchib. Halovat istasam boraman uchib. Dadajon, yoningizda bo'lmoq huzurli.
Umidjon otajonimiz va onajonimizni go'zal musiqa sadolari ostida taklif etamiz. Marhamat. Düşmanga ham bo'lmadim, do'stlarga zor bo'lmadim, yashadim hech sunmadim, dadamni soyasida, dadamni soyasida. Rahmat boriylarga shukr. Albatta barchamiz dadamiz soyasida yerda savlat to'kib yurishni Alloh nasib aylasin. Otajon, onajon, bugun xonadoningizdagi yorqin daqiqalar muborak bo'lsin. Ya'ni biz farzandlar ta'biri bilan aytganda otamizning tug'ilgan kunlari, onamizning tug'ilgan kunlari biz farzandlar uchun katta to'y. Xonadoningizdagi mana shunday bugun qutlug' oqshom to'ylar muborak bo'lsin. Va biz bugun eng sara tilaklar, tabriklarni sizga yo'llab, yo'naltirib qolamiz. Bugun sizni xursand qilishga bel bog'lagan Ma'mura opamiz, Inobat opamiz, Nargiza opamiz va shu bilan birgalikda mana shunday go'zal ishga, xayrli ishga qo'l urgan Umidjon akamizga alohida tashakkurimizni bildirib qolamiz. Bugun aytilajak eng go'zal so'zlar, tilaklar, tabriklarning barchasi siz uchun, onajonimiz uchun. Biz mana shu so'zlarga, tilaklarga yuzlanishdan oldin ruxsat bersangiz, otajonimiz uchun, onajonimiz uchun maxsus tayyorlangan sovg'alar, guldastalar, marhamat, qarsaklar bilan sovg'alar kolleksiyasi. Birodarim davring keldi surib qo'y, g'ururlanib ko'ksingga bir urib qo'y, qara davlat bu emasligin bilib qo'y. Men otamdan boyman chunki otam bor, izlarimni poylab yurgan qadam bor. Baxtimni ko'rolmas qancha odam bor, otasini davrida boy deganlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. Zo'r bo'lay deb zamonlarida savdo qildim eronlarida, ey chiroqchi tomonlarida bir mehribon onam bor edi. O'ylamadim omad kelib savdolarida, bo'yim to'ldi tillolarida, mayushatu yanlarida bir mehribon otam bor edi. O'ylamadim ey odamlar, odamlar, menga bunday qaramanglar. Men boyvachchaman balki, holingda deb so'ramanglar. O'ylamadim kerak emas savdolarim, mayushatu yanlarim. Pastga borish bo'lmas ekan Ironniyam tilolari. Zo'r bo'lay deb zamonlarida savdo qildim eronlarida, ey chiroqchi tomonlarida bir mehribon onam bor edi. O'ylamadim omad kelib savdolarida, bo'yim to'ldi tillolarida, mayushatu yanlarida bir mehribon otam bor edi. O'ylamadim birodarim davring keldi surib qo'y, g'ururlanib ko'ksingga bir urib qo'y, qara davlat bu emasligin bilib qo'y. Men otamdan boyman chunki otam bor, izlarimni poylab yurgan qadam bor. Baxtimni ko'rolmas qancha odam bor, otasini davrida boy
yanlalarım Basga barış bulmaz ekan Gironiyam dinlolari Zor bo'lay deb zamonlarda savdo qildim ironlarda ey chiroqchi tomonlarda bir mehribon onam bordi o'ylamadim omad kelib savdolardan bo'yim to'ldi tunlardan mayushatu yanlardan bir mehribon otam bordi o'ylamadim Qistir hozirdan boshlandi-ku. Boring. Keling. Yo, keling. Keling, qistir olsinlar. Salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Endi bitta qo'shiq bo'lsin dediz-a, qo'shiq bo'ladi. Qo'shiqqa yuzlanamiz. Chunki ulardan oldin jigarlar bor, qadrdonlar bor, qarindoshlardan bir og'iz bo'lsa-da qalbini to'bida asrab qo'ygan va sizga aytmoqchi bo'lgan, onajonimizga aytmoqchi bo'lgan so'zlarini eshitamiz. Yana bir bor tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Bilasizmi, mana shu tug'ilgan kunni adashmasak oydan beri tashkil qilyapti. Umidjon tashakkurimizni izhor etib qolamiz. Umidjonni ham taklif etamiz. Bor bo'lsin. Otam uchun har nega tayyorman. Otamni yaxshi ko'raman. Tilagim niyatim Ozajon aka shu otam xursand bo'lsalar, onam xursand bo'lsalar bo'ldi. Ularga qancha xarajat qilsam Alloh ziyodasi bilan beradi. Men shuni guvohi bo'lganman deya ta'kidlab o'tdilar. Agar mana shu tadbir davomida, tadbir dasturida imkon vaqt bo'lsa, mana shu chiroyli she'rni o'qib eshittirsangiz deb va mana shu chiroyli she'rni o'qib eshittiramiz, o'g'lingiz nomidan qabul qilasiz. O'chmas uning olovday, yuragida jo'rati, sochlari oq rovday, otam mening davlatim, onam mening jannatim. Yurgurdilar bolam deb, yugurdilar bolam deb, qalbimdagi lolam deb, bu dunyoga menga zeb. Otam mening davlatim, onam mening jannatim. Otasizlar son mingda, qalblari nimda, ko'nglim emas yarimda. Otam mening davlatim, onam mening jannatim. Shaxt qo'shilar shaxtimga, tojdur ular taxtimga, yaxshiyam bor baxtimga. Otam mening davlatim, onam mening jannatim. Uchmay qolsa baxtiyoyim, yordam berar dahoyim, narxi yo'q bebahoyim. Otam mening davlatim, onam mening jannatim. Nasihat qilib bot-bot, ro'zg'ordan demasdan dod, mening ismim qo'ygan zot. Otam mening davlatim, onam mening jannatim. Mening nomusim, orim, dunyoda topgan borim, boyligim, qadri buzurgorim. Otam mening davlatim, onam mening jannatim. Toy jannati onajonimiz, otalarimiz bor bo'lsinlar. Albatta Umidjon, bizni do'stlarimiz, jo'ralarimiz ko'p deymiz-u, boshimizga kulfat tushgach tushunib yetamizki, onamizdan boshqa sadoqatli do'st va otamizdan boshqa tiragagimiz, tog'imiz yo'q. Mehribonlarimiz, mana shu sadoqatli do'stlarimiz bor bo'lsinlar. Otamiz oldida, onajonimiz qarshisida biz hamisha ta'zimdamiz. Qarsakiylar bo'lsin mehribonlarimizga. Boringlarga shukr. Chiroyli so'zlar, tabriklarni otajonimizga izhor etish uchun marhamat. Azimjon amakimiz, domnamizni taklif etsak,
ham tog'ijonlar, ham kollektiv nomidan marhamat O'ktamjon tog'amizni taklif etamiz. Kela qolasiz. Do'stlaringiz nomidan esa Ismatullo amakimizga yuzlanamiz. Mana bugun do'stim Odiljonni tavallud kunlari qo'shganlarim bilan qo'sha qarsin, baxtli bo'lsin, nevaralarim baxtli sog' bo'lsin. Bizi kollektivimiz va oilam nomidan bir kichkinagina sohamiz bor. Odiljon. Odil. Hareketim. Qarsagilar bo'lsin, sarpolar muborak bo'lsin. O'zi olmizga kirdi. Lekin cho'ponga olmishdi-da. Qachon? Necha yil o'rib qoldim, qachon kiyib bo'lamiz. Yo'q. Yuz bilan yuzlashganingizda ham biz mana shunday jamoamiz bilan tabriklash baxti nasib etsin. Sovg'alar muborak bo'lsin. Sovg'alarni olasiz. Sovg'a onajonimizgami? Sizga mazali taomlar tayyorlab beradi. Inshaalloh yaxshi kunlaringizda mana shu sarpolarni kiymoqlikni Alloh nasib aylasin. Xo'p, qanilar? Amakimiz qanilar? Azimjon amakimiz a? Xo'p, Ismatullo amakimizni ham taklif etamiz. Ismatullo to'g'ri, yana qilasiz. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, mezbonlar. Odiljon, mana bugun bugun ajoyib kun. Mana ukamni, qadrdonim, jigarimni bugun tug'ilgan kuni. 60 yoshga to'libdi. Avvalambor men o'z nomimdan, oila a'zolarim nomidan Odiljon siz bugun 60 yoshlik yubileyingiz bilan tabriklayman. Uzoq umr ko'ring. Alloh bergan umrda faqat mana shu kelin bilan qo'sha qarab, nevaralarning huzurini ko'rib, sog' salomat bo'lib o'tkaring. Mani jigarim, qadrdonim, mani yuragim, sog' salomat bo'ling. Hamisha faqat yaxshi kunlar ko'raylik. Mana sizni yaxshi ko'raman. Mani otam, ham onam shu inson. Otam ko'pilov. Mana Ismatilla keldi, Ismatilla. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun do'stimiz Bahodirjonniki xush kelibsizlar. Mana bugun tug'ilgan kun ekan, bunaqa yoshlar yana bittasini ko'rsin. Har doim yaxshi kuniga, to'ylarga kelaylik. Rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling. Nima ketib qolyaptilar? Salomat bo'ling. Bo'lmasa amakijon, amakimiz yoniga ammajonimizni taklif etsak. Ammajon, lolamamizni taklif qilamizmi? Qanlar lolamamiz? Jigarimiz yoniga keling. Marhamat. Onajonimiz qanlar? Assalomu alaykum amajon. To'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar va yelib yugurib xizmat qilgan mezbonlar. Bugun o'tirishimiz sababchisi mana Bahodirjon aka 60 ga kirdi. 60 yillik yubileyni qilyapti. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, qo'shganni qo'sha qarisin. Umidjonni bitta boshi 4 ta bo'lsin. Nasib bo'lsa, ham o'g'ilchalar olib desa 5 to'ylarda ham shunday qatnashib turaylik. Hammalari sog' salomat bo'lsinlar. Bitta otam mana, ikkita otam va sog' bo'lsin, shular salomat bo'lsin. Dunyo turguncha tursin, yonimizda bo'lsin hamisha. Qarsagilar bo'lsin jigarlarga. Onamizdan keyingi onamiz bu opalarimiz bo'lar ekan. Endi otajon, ruxsat bersangiz jigarlar bilan uzoqlashmagan holda bitta chiroyli davra raqslarga ammajonlarimiz bor yana. Qolgan ammajonlarimizni ham taklif etamiz. Marhamat, birgalikda davra raqslarga. Oh
Validlarga shukr sanolardan chiroyli tilaklar, tabriklar, she'rlarni eshitib tinglab qolamiz. Yana bir bora barchaga yoqimli ishtaha dasturxonga tortilgan mazali noz ne'matlar albatta sizlar uchun. Uyalmasdan, tortinmasdan tanovul qilib, ichimliklardan ichib maroqli hordiq chiqarishingizni tilakdoshimiz. Rahmat. Yuqorida ta'kidlab o'tganimiz kabi go'zal so'zlar, tabriklar, niyatlarini davom ettiramiz va marhamat, davramiz badiiy nuqtasiga otajon va onajonimizni yuragini parchalari, farzandlarini, birinchi navbatda opalarimizni taklif etamiz. Marhamat, chiroyli so'zlar, tabriklar bilan nabirajonlardan ham eshitib tinglab qolamiz. Marhamat. Assalomu alaykum mehmonjonlar, xush kelibsizlar dadajonimning xonadonlariga. Dadajonim yuzli kirsinlar, uzoq umr ko'rsinlar, baxtimizga sog' bo'lsinlar. Dunyoda ikki inson uchun jonimizni bersa arziydi. Bizani dunyoga keltirgan ayajonimga, bizani hech kimdan kam qilmay o'stirgan dadajonimga. Iloyim yuzli kirsinlar, dadajon yuzli kiring. Sizga jannatlarni olib beramiz bizni. Mana gapiring. Mana eng avval nima edi? Bir ko'p ayol sog'ingiz. Yo'q, ana qoldi bu. Bizga pul kerak bo'lsa 1 million dollar, 2 million dollar bo'lsa, sog'lama bu. Vaqtimga sog'lama, vaqtida bu-ku. Bunday-da. Vaqtida shunday qilib, yana katta bo'lganda bu. Lekin bu-ku. Sog'lama, mana hozir bu-ku, hammani pul bilan qilasan. Sog'lama bu. Bas gapim yo'q. Sog'lama, yaxshi ko'raman. Rahmat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Mana bugun dadajonimning yubiley to'ylari ekan, bunaqa to'ylarni turbishtasini ko'rsinlar. Baxtimizga har doim sog' omon bo'lib, boshimizda toj bo'lib yursinlar. Ayajonimning ham umrlari uzoq bo'lsin. Rahmat kelganingiz uchun. Assalomu alaykum mehmonjonlar, mezbonjonlar. Xush kelibsizlar. Dadajonimni 60 yoshli yubiley to'ylariga. 120 yoshga kirganlarda ham mana shunday dadajonim bilan ayajonim doimo baxtimizga sog' bo'lib, o'ynab kulib yurishlarini tilayman. Bu shu vaqtlarga hoji dada, hoji ona bo'lib yurishlarini tilab qolaman. Yana bir bor xush kelibsizlar hammalaringiz. Assalomu alaykum mehmonjonlar, xush kelibsizlar. Ayajon bilan dadajonimni bugungi kunlar bilan tabriklayman. Baxtimizga sog' omon bo'lsinlar, har doim shunday baxtimizga sog' bo'lib yursinlar. Rahmat. Assalomu alaykum azizlarim, mehribonlarim. Mana bugun dadajonimiz 60 yoshga to'libdilar. Men samimiy qutlayman, muborakbod etaman. Umrimizni oxirigacha qo'sha qarib, sog' salomat yurishimizni tilayman. Men shu jajji nabira evara to'ylarida ham hammamiz jamul-jam bo'lib o'tirishimizni xohlayman. Hammalaringiz xush kelibsizlar, aziz mehribonlarim. Happy birthday, I wish you with our Harry, I wish you happens. It is
wish you best wish. Bless I give me you joy. I wish you joy. Me you be dead 100. Boshimizda toj bo'ling, jonimizda bor bo'ling, mehribon bobojonim, jonajon buvijonim, duo qiling har doim, bizga oq yo'l tiray, mehribon bobojonim, jonajon buvijonim. Buvam tabriklayman. Baba tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Yuzlarga kiring. Baxtimizga sog' bo'ling. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun bobojonim farishta yoshlariga yetibdilar. Bu kunlarni turbishtasini ko'rsinlar, baxtimizga sog' omon bo'lsinlar.
Vekadina da Amerikatusa. Asenona, asenana. Pradavo katola valubina. Pradavo pisma perida. Qarshigiylar bo'lsa nima qiladi? Rahmat. Musiqalar bilan, she'rlar bilan, inglizcha tabriklar ham bo'ldi. Boringlarga shukr, salomat bo'linglar. Matlabjonga alohida rahmat, tashakkur. Inshaalloh kelajakda kamida musiqalaringiz dunyoga tanilishini, Beethovenga o'xshagan mashhur bastakor bo'lishingizni Alloh nasib aylasin deb qolamiz. Va chiroyli tilaklar, tabriklarni nabirajonlardan, opalarimizdan eshitdik. Umidjon qani? Umidjon gapirdimi? Keling. Opalarimizdan chiroyli so'zlar, tilaklar bo'ldi. Umidjonga bitta tabrik bo'lsin. Otajon va onajonimizga atalgan. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum hammaga, barcha yaqinlarimizga. Bugun mana dajonimizni 60 yoshli yubileylar bo'lyapti ekan. Nasib bo'lsa bunaqa yoshlardan ko'plarni ko'rib yursinlar. 70 yoshli, 80 yoshli, 100 yoshli yubileylarni qilib berishga nasib qilsin Allohim. Shu ayajonim bilan birga qo'sha qarsinlar, har doim yonimizda tursinlar, tog' bo'lib, dadamga suyanamiz biz har doim. Har doim ayam bilan baxtli bo'lsinlar. Nevaralari, bola-chaqasi ko'p bo'lsin Allohim. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Onajoningizni bitta quchoqlab qo'yasiz. Otamizni bitta bag'ringizga bosib qo'yasiz va keling. Xo'p, bitta tarona bo'lsin. Jigarlar bilan so'ngra yana matlabjon yuzlarimiz hali tadbirimiz matlabik davom etadi. Qo'shiq tayyor, albatta davom etadi. Tayyormi tarona? Xo'p, bunaqada bitta shu qo'shiq bo'lsin, otamiz bo'lsa, otajonimiz bilan onajonimizni farzandlar atroflarida parvona bo'lishadi. Qurolicham ko'chagacha. Qurolichalarimizni, saroyimiz qurolichasi, onajonimizni, otamiz va farzandlar bilan birgalikda chiroyli davra raqslariga marhamat.
qo'shiqlarimiz talablarga binoan o'yin kulgulari davom etadi. Undan oldin mana shu oshpaz uchun, oshimiz uchun, dasturxon, non tuzimiz uchun bitta duo qilar ekanmiz va so'ngra qarindoshlarni barchasini davra raqslarga, esdalik suratlarga taklif etar ekanmiz. Said Ahmad tog'amiz qanlar? Said Ahmad tog'amiz. Said Ahmad tog'amiz. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Mana bugun Bahodirjonning uyida mana bugun 60 yoshlik yubileyni o'tkazdik. Juda yaxshi, ajoyib o'tdi. Avvalambor Bahodirjon, qani keling. Yiroq keling, yetib ko'rinmaydi, buyoq keling. Yo'q, ko'rinadi. Ammo ko'rinmaydi, buyoq keling. Sizga uzoq umr. Keling mana qo'shaqaring. Mana bu xonadonimizda mana shunday yaxshilar ko'p bo'laversin. Mana buni ko'rtiribdi amakimni xona. Orada hammasini. Uyda xursandchilik, mana shu xursandchiliklardan davom etaversin. Hammaning xursandchiliklar bo'lsin. Bundan keyin mana Umidjon ham ana shu estafetani davom ettirsin. Sog' salomat bo'ling. Xonadoningizda har doim mana shu qutbaraga arimasin. Mana shu bugun mana shu to'yga kelganlar hammasini xuddi shunday kunlarga yetkazsin. Alloh amin. Sog'lik, tinchlik bo'lsin, yurtimizda bo'lsin, to'ylar ko'p bo'laversin. Rahmat, boringlarga shukur. Salomat bo'linglar. Hamkasblarga, aka-ukalarga alohida tashakkurimizni izhor etib qolamiz va Umidjon opalarimiz, onajonimizni taklif etsakda mana shu dekoratsiya qarshisiga esdalik suratlarga taklif etamiz. Boshida dadajon edi, adajon bo'lib qoldi. Marhamat, onajonimizga aytamiz. Onajon kelasiz, otamiz bilan birgalikda farzandlar va nabirajonlarni chiroyli esdalik suratlariga. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonjonlar. Xush kelibsizlar. Mana shu jondek jigar singiljonimning xonadoniga Bahodirjon bilan uchala qizini mana baxtli qilib hayotga yo'llab joy-joyiga qo'ydi. O'g'lini ham o'qitdi mana. Kelin olib kerilib yuribdi ikkovi. Mana bugun Bahodir 60 yoshlik yubileyni nishonlayotgan ekan. Yana bular ikkita 60 yoshlarni ko'rsin. Mana shuna qo'sha qarishlikni Alloh bilaga nasib aylasin. Umidjonlar umidlari usholyapti. Bundan keyin ham usholsin. Mana shu farzandlarning orqasidan ikkalasi ham faxrlanib yursin. Sog' bo'linglar. Sizlarning ham bolajonlarim, ishlaringizga omad. Oshiqlaringiz olchi bo'lsin hamisha. Ishlaringiz, omadlaringiz hamisha chopib yursin balajonim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hamisha niyatlaringizga yetib yuringlar. Sog' bo'linglar balajonlarim. Rahmat, qarsakiylar bo'lsin, bitta musiqa bo'lsin. Birgalikda bayram torti muborak bo'lsin va marhamat, nabirajonlar bilan birgalikda bo'laklarga ajratib, onajonimizga ilinamiz, otamizga ilinamiz. Barchada bitta tilak, tug'ilgan kun muborak. Muborak, muborak, tug'ilgan kun muborak. Muborak,
bersin deb qolamiz. Boringlarga shukr. Rahmat onajon, salomat bo'ling. Xonadoningizda doimo yaxshi kunlar davomli va xayrli bo'lsin. Iqro kitoblar do'koni jamoasi har dam, har lahza, har bir o'zbegim xonadoniga eng go'zal tilaklarni yo'naltirib qolamiz. Bugun mana shunday xonadonda ulug' kunlarda o'tiribmiz. Yana bir bora Bashorat onajonimizga, Bahodir otajonimizga ulug' yoshlarni Allohdan so'rab qolamiz. Tilagimiz, niyatimiz bugun sizni shirin so'zlar bilan tabriklagan nabirajonlaringizni katta to'ylarda ham o'zingiz bosh-qosh bo'lib duoda turmoqlikni Alloh nasib aylasin. Umidjon, tilagimiz, niyatimiz bu otamizni to'g'rilar, ha? Onajonimizning qachon? Yo'lda. Qolib ketmadilarmi? Keling. Man shunday Allohdan so'rayman. Man nabira ko'rsam, yo'lga shukri nasib bo'lsa 5 to'y, aqiqa to'y, anshiga katta dasturxon yozib, xalqni yig'ib, osh berish niyatim bor. Ungacha Umidjonim diplom oladi, diplom to'yardim beraman. Ana shu niyatim bor. Rahmat. Albatta Alloh niyatlaringizni ushaltirishini nasib aylasin deb qolamiz. Chiroyli qarsaklar onajonimiz uchun, go'zal niyatlar uchun. Biz esa xayr demaymiz. Yaxshi kunlarda mana shu xonadonda yana to'y tantanalarda diydor ko'rishguncha. Chiroyli tadbir uchun Umidjon sizga alohida tashakkurimizni izhor etib qolamiz. Bor bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat, hurmat uchun e'tibor uchun. Rahmat.